Dostlar, bugün yana sizlar bilan sanja kechirasizlar, meni bugun tomog'im bo'g'ildi. Shuning uchun sizlarga past ovozda gapiryapman. Men bu sizlarga nomer teraman. Bu men birinchi marta nomer teryapman va ketdik. Ishlik 283 11 85. Bu nomer orasini ochmaymiz, bo'lmasa ishlamaydi. Hozir orasini ochsangiz archalarning yoniga borib qolasiz. Mana o'rmon, lekin qishloq chiqmadi. Mana oddiy bu tomon o'rmon, bu tomoni botqoq. Qishloq chiqmadi. Keyingisi suvda paydo bo'ldi bu sid. Men aytgandim-ku. Mana shunday jonlarga paydo bo'ladi. Mana bu yerda ham qishloq yo'q. Bu yerda ham qishloq yo'q. Sidlarni o'chiramiz va keyingisi 99lik 20lik 617 yetdik. Mana archalar ko'rdingizmi? Archalar yonida paydo bo'lasiz xato yozsangiz. Bu yerdan hech nima yo'q. Bu yerga borib ko'raylikchi. Bu yerdan ham hech nima yo'q. Va bu sid ham qishloq topilmadi. Tushiramiz. Endi bu sid 88lik 59 20 21 90 ve sid o'xshasa kerak degandim, o'xshamadi. O'xshamadi bu sid ham. Bu lava ko'li yonida suv ko'li. Lekin bu narsa o'xshaydi, lekin qishloq topishda o'xshamadi. Bu yomon. Keyingi sidimiz. Bu keyingi sidimiz hozir 99lik. Tamam. Bak. Bir joyda. Mana o'rmon, cho'l, qizil cho'l. Mirzo cho'l ham chiqmaydi. 3 biyon birgalikda. 4 chekirak zo'rlik. Bu ham tekislikni olib keldi, lekin qishloq yo'q. Mana ko'rib turganingizdek qishloq yo'q. Hop, keyingi sidimiz. Buni o'chirib olaylik. Keyingi sidimiz 90lik 999
Ben bunu özümden o'ylab topdim. Bu achalanda paydo bo'ladi desam. Shu agar mana shu yerda qishloq yoki piramida topsam, like va obuna bosasiz. Albatta bosasiz. Hop hop. Albatta bosasiz. Xudoga shukr. Men bu suyaklarni olaman. Xudek bo'ladi. Men boyman. 11 tating 6 ta oldim. Mana bu zombiga shundan tashqari. Zombiga shundan mana bu ve portlatamiz. Raketa. Xo'sh. Yana bir ikkita biyom topsak. Biyom emas, endi qishloq va piramida birisini topsam, like va obuna va komment yozasizlar. Kommentingizga fikr yozasizlar. Qani. Yo'q bu. Bu o'xshamadi. Bu yerlarga qarang. O'xshasini topiladi. Topil piramida yoki qishloq. Topildi. Mana piramida topildi. Obuna, like bosasiz va o'z fikringizni qoldirasiz. Men esa keyingi seedni yozaman, buni o'chirib tashlaymiz va yana bir seed. Yana bir seed. 90'lik 90'lik 000. Bu seedni ham o'zim o'ylab topdim. Larning yoniga olib boradi desam, chekalak zo'r jungli. Ana tekislik. Ve bu videoni ko'rib o'tirgan tomoshabinlar, astag'firullah. Qishloq topdim. Bu sitni yozib olinglar ve bu videoni ko'rib o'tirgan tomoshabinlar o'z fikringizni qoldiring ve bu videoni boshqalarga yuboring. Ve biz ketdik. O'xshamadi. Mana oxirgi seedimiz 88 değil, 888. Bu seed o'ylab topganman ham. Bu seed aniq o'xshamaydi. Bu archalarning yoniga olib boradi degandim. Nima bu? Shuni yarmi? Ve bu yerda qishloq yo'q. Qishloq o'z o'ylab topgan 2 ta seeddan qishloq chiqdi. 3 tamidi esimda. Ben omadli odamman. Bu seed ham. Uçağımız sizler bilan Sanjarbek bo'ldi va xayr do'stlar. Obuna va like esdan chiqmasin. Bu sizlarga tekkan yordam bo'ladi.